Bugun sizlar bilan tarvuzli noodatiy makiyaj qilamiz. Sizlar so'radinglar, men qildim. Boshladik. Tonikdan boshlaymiz. Qizlar tonik retseptini pastga yozib qo'ydim. Oqarishdan ba'zi bir rangda ha deb yashil qilolmayman deb bu safar qizil qilaman, chunki tarvuz qizil rangda-ku. Qilyapsiz. Chiqib kela olaman-da rostdan. Yetarlicha pomidorga o'xshab olganimizdan keyin tarvuzimizni chizishga o'tamiz. Bizga albatta guvash kerak bo'ladi. Ha, 42 mingga olganman. Ko'rib olinglar. Mana po'chog'ini shunaqa qilib chizib oldik. Endi xuddi shuni bu yuzimga ham chizib olaman. Qizil qizlar tarvuzni eng muhim joyi. Qizlar, nima bu krasota? Qizlar, haqiqiy tarvuzcha. Rosa o'ylab ko'z makiyajimni ham tarvuzli qilishga qaror qildim. Ko'zimizni tepasiga ozgina qora tochkachalar bo'ldi. Endi esa yaltiraymiz. Qizlar, yaltirash bu meni ishim. Yaltirashni menga qo'yib beringlar. Qizlar, keyingi video qaysi mevaga bo'lsin kommentariyada yozib qoldiring. Menimcha bu videoni ko'rgan hammani tarvuz yegisi kelib ketdi. Jumladan meni ham juda ham tarvuz yegim keldi qizlar. Bu makiyaj sizga ham yoqdi-ku? Hech bo'lmasa like bosib qo'ying. Mana qizlar, navbatdagi noodatiy makiyajimiz tayyor bo'ldi. Bu makiyaj o'zimga juda ham yoqdi. Mazza qilib tarvuz yegim keltirib yubordi. Men bu makiyaj bilan tarvuz bog'iga borgan bo'lardim. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bu makiyaj bilan qayerga borgan bo'lardingiz? Ko'proq shunaqa noodatiy makiyajlarni ko'rishni xohlasangiz, profilimga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'yishni unutmang. Xayrli kun.